Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar. Mana hozir biz Tbilisiga keldik. O'sha manaqa kasalliklar qarang chiqyapti. Mana qurib qolish, so'lib qolish. Polniy mana priborlar bilan yerini, suvlarini tekshirib olamiz. Boyaga aytilayotgan mozaichli kasallik mana birodarlar. Mana bunda qaranglar, bitta chiqdi. Mana mozaika virus hisoblanadi bu. Mana mashina oldini olsa bo'ladi. Endi agar polniy mana bunaqa bo'lib ketgan bo'lsa, 100% to'xtatib beraman deganga ishonmanglar. Men 150% garantiya beraman, to'xtata olmaydi. Mana bu boshlangan, o'sha bu bir-biriga o'tib ketishi mumkin. O'shani oldini olish uchun profilaktika boyaga ishlab qo'ysa bo'ladi. Yerni, tuzini, pH, esilni tekshirib olish kerak. Bu yerda har kim har xil dorilar prilagat qilaveradi. Shuning uchun dehqonlar har bir anaqaga e'tibor berasizlar. Faqat mutaxassis boyaga agronomlar bilan ishlash kerak. Dori sotadigan odam agronom hisoblanmaydi. Sizlarga aytib qo'ying. Mana shuni любой gruppaga tashlab, любой anaqaga aniq qo'ysanglar bo'ladi. Kerakli ma'lumotlarni xudo xolasa bizdan olsanglar bo'ladi. Inshaalloh. Mana shu virus kasalligi mana boshlanadi. Mana mashina 100% oldini olishga bo'ladi. Agar mashinaga polniy tushib ketgan bo'lsa, 150% garantiya beraman, ishlamaydi birodarlar. Mana biza u anaqasidan o'tib bo'lganmiz. Mana o'rtasiga qulupnay ekilgan. Pomidorlar polniy massa gullashda. Uzumlar ekilgan. Даже betda limon ham bor. Uning orasiga limon ekilgan. Har 3 metr, 4 metrdan limon ekilgan bunga. O'sha oldidan boshlangan polniy limon ekilgan. Mana limon. Har 3 metrda limon bor.